Gentlemanski stil qilamiz. Ketdi. Bizga kerak bo'ladi paypaqni kiyib olganimizdan keyin bryuki nimagadir tushib ketyapti. Sabab kamar yo'q. Belni baquvvat qilib kamarni taqib olganimizdan keyin ko'ylakni ham kiyib olishimiz kerak. Bu rubashka. Rubashkani tugmalarini taqib olamiz va etiketkasini irg'itib yuramiz, chunki bu endi yangi emas. Galstuk ham o'zining stilida prям sochniy, mo'shniy turadi va erkaklarga xos. Ayniqsa встречаlarga chiqib ketganda shu galstuk kerak. Galstukni ustidan pidjakni kiyamiz. Pidjak fatality barani ultini berganimizdan keyin biz etiketkani irg'itib yuboramiz. Takoy sochniy, mo'shniy stillarga soat kerak. Soatimiz nomi Fatap Plip deyiladi yoki kommentariyada to'g'ri nomini yozib yuborasiz. Taqib oldik, krasavchik bo'ldik, stil zo'r, prям qizlar qaraydigan va bizga oyoq kiyim kerak. Chap yoki o'ng, bizga farqi yo'q. Bunisini kiyib ko'ramiz. Oyoq kiyim lalaklarini kiyib olganimizdan keyin boshimizga biror nimani qo'ndirishimiz kerak. Yomon qo'ndi va sochniy bo'ldi. Ikkinchi qismi bor. Kommentariyada plyus so'zini yozib, like bosib qo'ysangiz, ikkinchi qismini ham ko'rsataman.